Qanday, normalmi ish? Ko'ngil to'qmi? Hammasi joyidami? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz boshliq? Yaxshi emas-da, joyida emas hammasi. Ha, nima bo'ldi? Odamlardan noroziman. Karta urmaydilar. Hamma yo'qda raso qiladilar, bakalashka, konfet qog'oz, nima to'g'ri kelsa tashib ketadilar. Sal og'ir gapirsangiz, ketdingiz internetga chiqib o'tirasiz ertasi kuni. O'zing oppoqmisan? Muomalani bilmaysan, yo'lovchilarga baqirasan. Yo'l so'rasa bilsang ham aytmaysan. Eshiklarni hammasini ochmaysizlar. Olaydan tushinglar, orqadan tushinglar qilasizlar. Ishga pechga enjalik qilasan. Yozga konditsionerga enjalik qilasan. Bunaqa bo'lgandan keyin yo'lovchilar syomka qiladi, internetga chiqaradi. Sizlar ham o'zlaringizdan oppoq emas-ku-sizlar. O'sha uchun yo'lovchilar muomala qilinglar. Ular ham uy chakishmaydi sizlar bilan, kartasini ham uradi, musorni ham olib ketadi. To'g'ri aytdingiz boshliq. Hamma o'zimizda. Yo'lovchilarga muomala qilsak hammasi yaxshi bo'ladi. Endi qattiq gapirmang yo'lovchilar, hurmat qilib, qo'limni ko'ksimga qo'yaman. Qo'yliq bozoriga boradimi aka? Kel boradi. Yo'lovchi emas-ku, bu yosh bola-ku. Yo'lovchi kattaroq bo'ladi.